2026-yilningiz ham 25-yilga o'xshab hasrat bo'lib, hech narsaga ulgurmaydigan yil bo'lishini xohlamaydigan bo'lsangiz, mana shu 3 ta xislatni o'zingizda foyda qiladigan bo'lsangiz, 26-yilingiz xudo xolasa успешно o'tadi. U birinchi xislat bu любой narsaga adaptirovat etish. Ya'ni yangi chiqqan texnologiyalarni o'zingizning ishingizga, biznesingizga optimizировать etib, ishingizni yengillashtirish. Ikkinchisi bu yangi termin emas, biroq ответственный bo'lish. Mana vaqtga ishimni bitirib beraman deydigan bo'lsang, shu vaqtga ishingizni bitirib berishingiz, или birovlarning oldida bergan va'dangiz ustidan chiqib, yangi odamlarning oldida ham o'zingiz ответственныйligingizni ko'rsata bilsangiz, sizga ishonch ortadi. Ishonch degan hozirgi paytda bu klientlarning qaytadan kelishi, potokni ko'payishi degan ma'noni beradi. Uchinchisi bu giperfokus. Hozir bizlar juda ham bizlarni отвлекать etadigan narsalar ko'p zamonda yashayapmiz. TikTok, Instagram, YouTube deganday bitta ishni qilib turib boshqa ish bilan TikTok bilan yoki boshqa sotshet bilan zanit bo'lamiz. Bitta ishni oxiriga yetkazishimizga juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. Agar siz konsentratsiyani bitta ishda yaxshi ishlay biladigan bo'lsangiz, birinchidan tezroq o'rganasiz, yangi narsalarni tez o'rganasiz, ishingiz produktivniy bo'ladi. Sizga juda ham ko'p plus taraflari bor. Agar shu xislatni o'zingizda foyda qila biladigan bo'lsangiz. Hozircha shu, обязательно yilingizni планировать eting. 26-yilga katta-katta maqsadlaringizni qo'ying. И like bosib, подписка bosishni unutmang. Bizlar bilan bo'lganingizga rahmat.